Assalomu alaykum. Bugun ikimiz Urganch shahar yangi Al-Xorazmiy shaharchasi Urganch City'de kvartiralarni tayyor kadastrli kvartiralarimiz chiqdi. Shuni ko'rib chiqamiz. Nerede bu aytamiz? City'nin de maktab. Şuradan katta sentralning ko'chasi bo'ladi Al-Xorazmiy City'ning. Bedan Adnastroyning o'rtasida bog'i bo'ladi, keyin yana bir ko'cha tushadi. Ullu ko'chasi bo'ladi Al-Xorazmiy City'ning. Shu ko'chaning ustida joylashgan. Şu görüp turgan 2 podezli domlarimizda 62 kvadratdan tortib 86 metr kvadratga дейін 2 kanalı ve 3 kanalı kvartiralar satıladi ekan. Xalasanızlar birlamchi kredit, xalasanızlar subsidiya, xalasanızlar naqd pula, ishqilib barter variantam bor, ishqilib hamma variant bor ekan. Egasini nomerini aytib o'tib ketamiz. 90lik 559 16 16 bemalol telefonlashib bağlanıp alsanızlar bo'ladi. Kadastrlar tayyor. Xalasanızlar birlamchi kredit, xalasanızlar subsidiya, xalasanızlar naqd, barter variantam bor, yetmagandan variant qilib beradiganlar. Kadastrlari tayyor 100%. Hem yo'lning ustunda. Shundan sentralni yo'l keladi, ko'cha. Yanımızda yana maktab. Maktabning ham boshi o'zi. Zo'r yerda joylashgan. Hozir kvartiralarni bir qator ko'rsatib o'taman. Podez qismi bilan. Podezimizni elde kısmı yurtlarımızın 2 podez aytganimizdan birinchi etajlari dükkan bo'ladi. Ikkinchi, 3-chi, 4-chi, 5-chi etajlarında kvartiralar bo'ladi ekan. 2 kanaldan tortib aytganimizdan 3 kanalga дейін 62dan 86ga дейін bor ekan. Уже kadastrlar tayyor. Doğru gelip adlarınızı ötürüp alsanız da bo'ladi. Xalasanızlar kredit, xalasanızlar subsidiya, bir variant barterlerden bo'ladi. Yanımız maktab. Elden az işleri bo'tdikdan sonra lekin kadastrlar chiqqan. Yo'lning yüzünde joylashgan bo'ladi domimiz. Shu podezdan bir qator ko'rib o'tamiz. Podez past podval. Mramorlari bitilgan. Devorlar ham bitgan уже. Podezimizda yana 3 tane xonadonli bo'ladi ekan. Kanal kvartira 62 kvadrat 100% teshga qilingan podmayak teshga hamma joyini suvoqlar ham podmayak qilingan ekan. Doğru olib remont boshlab beradi. Ham simlar ham mis simdan o'tgan hammasi. Bir zal yurtlarımızın 3,6 metrede spalni, sanuzel gen tushgan birimiz kuxnyamiz. Gaz, svet, suvning o'chiruvchilari qo'yilgan ekan. Simlar montaj bo'lgan, podmayak suvoq qilingan, steshga qilingan domimiz. Balkonimiz bor bunda yana. Görüşləringiz mümkün. Balkon ham keng tushgan. Shu aytganimizda shu yerimiz sentralniy ko'cha bo'ladi. Shu ikkili ko'cha, bir taraf o'rtasida bog' bo'ladi. To'g'rimizdagi gipermarket. Yan boshimizda maktab. Lokatsiya zo'r. Yo'lning usti. Bu ikki kanalimiz. Yan tarafda 3 kanalı 79 kvadrat bo'lsa kerak. Beram shu aytganimizdek polностью steshga qilingan, tap-takiz podmayak atib, suvoq qilingan, gaz, svet, suvning o'chiruvchilari qo'yilib turibdi. Berimiz kuxnya joyimiz. Bilasizlar, отопление sentralniy bo'ladi, подача обратчasi ketib turibdi, shu yerdan olib ketiladi. Berimiz kuxnyamiz. Bunda 2 balkon bor, adashmasam, kuxnyamizda balkon bor, ko'rib turganlaringizdan simla montaj bo'lgan. Bu yerda spalnisi, plita, rigillari, mana 2 sanuzeli var. Bu yerda bir sanuzelimiz. Bu yerda yana bir sanuzelimiz var. 2 sanuzelli. Bu yerda spalnisi. Bu yerda zalimiz. Bu 3 kanalı 79 kvadrat. Yol tarafa qaragan. Aynaları 2 aynası. 2 aynası bir yana qaragan. Sıqpazmı bo'lib tushgan ekan.
korpusunda 86 kvadratlısı yerimiz. Hacetxana joyi, yan başı kuxnya. Balkonumuz var. Açık balkon. Podest tarafa qaran. Quruluş ketilyapti. Bir de prihожий şkaf için место. Sanuzel joyimiz. Bunda spalnisi. Bunda zal. Görüp çıktık. 3 xil kvartira. Aytganimizdek kvartiralarni görüp çıktık. 2 xona, 3 xonalı kvartira 62'den 86'ga дейін. Bahası 1 metr kvadratı 5,5 milyondan 6 milyon so'mga дейін gelişledi. Üstünde geliş bilədikerlər. Variantlarımız var. Subsidiya, birləmçi kredit, barteran var. Yetmegende bölüp birden variant, naqd variantlarım var. Neçik variant bolsa, hamma variant var ekan. Barteran var. Bahasını aytdık 5,5 milyondan 6 milyona дейін. Telefon nömerini aytib ketamiz. 90'lık 559 16 16 quruvchunun nömeri. Makul bolsa bemalol telefonlaşıp gelip görüp savdolaşıp alarasizlar. Aytılış bahası 5,5'dan 6 milyona дейін. Üstünde yine gelişip bilədikerlər. Barter, yetmeyenli qıladan variant, ipoteka, subsidiya var. Makul bolsa bemalol telefonlaşıp gelip görsəyiz də bo'ladi.